Mana bu ranglar psixologiya usulidan foydalanib, boshqalarning siz haqingizda nima deb o'ylashini bilib olish mumkin. Bu usul faqat bir marta ishlaydi, uni ehtiyotkorlik bilan ishlab. Bu ularga hech narsani sezdirmasdan ong ostidan haqiqatni tortib olishga yordam beradi. Usul mana bunday. Ulardan shunchaki so'rang. Men haqimda o'ylaganingda xayolingga qaysi rang keladi? Ular aytgan rang siz haqingizdagi asl his-tuyg'ularni ochib beradi. Agar u sariq desa, ular seni sodiq, quvnoq, hayotga nur tarqatuvchi deb biladi. Qizil desa, ular sening kuchingni sezishgan, balki manipulyatsiya qilish qobiliyatingni ham bilishadi. Ko'k, ular senga ishonishadi, seni xotirjam, qiziqarli chin do'st sifatida bilishadi. Pushti, ular seni shirin, beg'ubor yoki oson boshqariladigan deb hisoblashadi. Binafsha, sen ular uchun sirli, ijodiy, o'zgacha bo'lgan insonsan. Qora, sen o'zingdan iz qoldirasan, kuchli, zamonaviy e'tibordan chetda qolmaydigan odamsan. Yashil, ular seni erkin, ehtimol beparvo, lekin tirik deb ko'rishadi. Oq, xavfsiz, toza, balki biroz sodda deb o'ylashadi. Bu usulni sinab ko'r va senga qaysi rangni aytishganini kommentariyada yozib ket. Va hoziroq Amorex Telegram kanaliga qo'shil.